Bugun mana shu yolg'onni fosh qilamiz. Ha, sochiqlar bakteriya saqlaydi. Agar sizni vannangizda deraza bo'lmasa va havo umuman aylanmasa, nam sochiq bakteriya saqlashi mumkin. Lekin degan joy bor. Agar bakteriyalardan ehtiyot qilishimiz kerak bo'lsa, unda kun davomida qo'limizni hech qachon yuzimizga tekkizishimiz kerak emas. Ikkinchisi, kimlar bilandir ko'rishganda yuzimizga tegishi kerak emas. O'zingizni tashqi omildan va tashqaridagi jismlardan 100% himoya qilishingiz kerak. Lekin shunaqa qilmasangiz ham yuzingizga narsa toshib ketmayapti-ku. Demak, bu yerda nima yolg'on ishlayapti? Terining himoya qatlami bor. Bu himoya qatlami bizni bakteriyalardan saqlaydi. Agar sizning sochig'ingiz nam joyda qolib ketsa, ya'ni havo aylanmasdan sochiq nam holatda uzoq qolib ketsa, u bakteriya yig'ishni boshlaydi. Va bir marta, ikki marta emas, juda ko'p martadagi qanaqadir tasodifan bakteriyalar sizga yuqishni boshlaydi. Lekin bu ham mingtadan bitta holatda. Mana bunaqa salfetkalarda artishni bas qiling. Shunchaki bir kunda bir marta antibakterialni, ya'ni terini bakteriyadan tozalab beruvchi ampula bo'lsin. Uni misol bitta donasini olsangiz ham sizga 1 yilga yetadi. Agar mana bunaqa katta idishdagilarini 50, 30 milligramliklarini olsangiz, bu sizga 2 yilgacha bemalol yetadi. Bizdagi kosmetikalar yangi srok tegisi bo'lgani uchun 2 yilgacha srogi yetadi. Bir kunda bir marta kechqurun ishlatasiz va kun davomida hech qanaqa bakteriyadan qo'rqishga hojat yo'q. O'rtog'ingizdan ham, kiyimlardan ham, sochiqdan ham, tashqi muhitdan ham.